Minecraft. Lekin darajamiz oshgan sari skinlarimiz o'zgarib boradi. Salom do'stlar, sizlar bilan men Brat Minecraft. Videoda nima bo'lishini tushungandirsiz. Darajamiz oshgan sari skinlarimiz o'zgarib boradi. Video yoqsa like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Minecraftning oltin qoidasi daraxt chopish. O'zi birinchi bo'lib daraxt chopiladi. Noma'lum. Короче, daraxt chopishni boshlaymiz. Assalomu alaykum bratim. Portal. Tepasida oltin ham bor ekan, kirkam yo'qdi. Bosam sindirib olib ketardim. Yo'q, sandig'ining ichidan hop. Yeah, baby. Endi bizga tosh kerak. Yer o'zidan ko'la uriraman. Mahmudjon, Mahmud. Xudoga soldim garotchi. Shunchaki kulib qo'ydim. No. Yo do'stlar, mana birinchi darajaga ham erishdik. Birinchi youtuberimiz bu Shoha Play. Salom do'stlar, sizlar bilan men Shoha va bugungi videomizda ikkinchi, uchinchi darajalarda undan ham zo'rlari bo'ladi. Uning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Tayyor ovqat. Mana shu atroflarda bitta qishloq bo'lsa zo'r bo'lardi, lekin ovqatlarni yig'ib olib nezerga bitta surib o'rardik. Kecham tushib qoldi. Endi ovqatlarni pishirib, bitta yorsa bo'ldi. Keyin kravat qurib uxlab olamiz bitta. Xo'sh, ovqat pishibdi menimcha. Mana birinchi kunni ham o'tkazib oldik. Endi yana ko'p yurib qishloq qidirish kerak. Mana do'stlar, ikkinchi darajaga ham erishdik. U yoq zombi. Hozir zombini yo'q qilaman va bizning ikkinchi youtuberimiz bu Yasiko. Salom bo'lib, bugun random narsalar bo'ladi. Masalan, hozir men qanaqadir daraxt ko'layman va bu daraxtdan men craft, ya'ni bunaqa oyoq kiyim bilan, lekin skin вообще zo'r tushibdi, lekin sariq qaraydi, chiroyliligini. Endi mana bu joyda narsalarimizni yig'ishtirib olamiz va qishloq qidirishga yana ketamiz. Mana bu yerda kon topildi. Endi shu kondan temir bo'lsa zo'r bo'lardi. Temirlarni yig'ib, yaxshilab kuchayib olamiz. Mana bu yerda yana kon bor ekan. O'nta ko'mir bor ekan. Hozir o'sha ko'mir olamizda 3-darajaga ham erishib olib, keyin YouTube nimaga kerakligini ko'rib olamiz.
Yo, mana do'stlar, bizning keyingi youtuberimiz bu Bugs. Lekin biz umuman o'lmaymiz. Qanaqasiga desanglar, hozir men sizga ko'rsatib beraman. Xo'sh, endi keyingi youtuberga o'tishimiz kerak. Uning uchun ko'proq daraja kerak. Xo'sh, men bitta kom bor ekan, o'sha yerga tushkunga otdi-yu. O'nta bitta temirroq olaman hozir. Konga cho'tib tushkunga yapti. Ikkita temir. Yana bitta bo'lsa zo'r bo'lardi. Xo'sh, temirlarimizni erishimiz kerak. Yaxshi ko'p qopti. Tushimikin. Yo'qadi. Endi bu joyni tezlashtirib yuboraman, chunki juda ham uzoq qishloq qidirishga ketganman. Yo, do'stlar, mana qishloq ham topdik. Endi ovqatlarni yeb olib, nezirga surib yuboramiz. Bu yo'g'on sandiqdan nima chiqadi deb o'ylaysizlar? Hozir yaxshiroq narsa chiqsa, portalga 3 ta ishton, keyin kirka. Yaxshigina yordam beradi lekin bu narsalar. Mashqilari menga yoqmaydi desam. Mahmudjon, Mahmud! Voh, o'ldirdik. Qani nechta temir berkan? Bo'ldi. 3 ta temirga arzmaydi, bekor o'ldirdim. Men bu paytda qizitilgan temirlarimni olib va ishga tushib ketdim. Portal qurishga otlanib ketdim va bir payt qarasam 4-darajaga tushdik. Va bizning 4-youtuberimiz bu Zaykboy. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaykboy. Sizlarni yangi videoda ko'rib turganimdan xursandman. Obunachilar, bugungi video nima haqida ekanligini bildinglar. Do'stlar, shu joyda video juda ham cho'zilib ketdi. Shuning uchun nezardagi hamma narsalarni portal qurayotganimizda absolutni hammasini tezlashtirib yuboraman. Do'stlar, men lekin nezarda juda ham qiynaldim. Shuning uchun videoga like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Tezlashtirilgani uchun juda ham katta uzr so'raymiz. Vafshi do'stlar, va nihoyat bu portal topdim. Juda ham ko'p yurdik, juda ham ko'p vaqtlar ketdi. Endi finalniy bosqich. Ender Drakonni o'ldirsak bo'ldi. Va bu joyda Ender Dragonni yo'q bo'lgan joyni ko'rsangiz bo'ladi.
Do'stlar, mana darajalarni ham yig'ib oldik. Endi shu paytgacha qaysi youtuberlar bo'lganini ko'rsatib boramiz. Minecraft, lekin men nima chizsam ham birgina tugma bosish orqali u haqiqatga aylanadi. Yo, what's up, nigger? Bola obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda nima hacker obunachilar. Marek obunachilar do'stlar, videoga xush kelibsizlar. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan Kaizo. Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Prismarine Man. Do'stlar, sizlar bilan sizlar tanigan va sizlar bilgan qanot Minecraft. Assalomu alaykum barchangizga aziz yurtdoshlar. Bugungi videomga xush kelibsiz. Bilan birgalikda mana o'sha yana siz live. Qarochi, sizlar horror videolarda aktivlarni ko'p qilayotganinglar uchun biz yana horror videoga qaytamiz.